Bizda mana shunday chirish holatlari ham juda ko'p bo'lyapti. Mana o'zi kun ko'kigan, mana shu chirish bo'lgan. Endi pishadiganini ham mana shuni tushdimi, sразу olib tashlash kerak. Iloji boricha, bo'lmasam yonidagi sog' mana shular ham kun ko'k bo'lgan, yonida tegib turgan. Shuning uchun mana bu yoniga tegib turgani sababli chirish hosil bo'lgan. Shuning uchun biza har terimda qulupnay poliyamizdan mana shunday pishganlarni terib olganimizdan keyin iloji boricha mana shunday chirigan qulupnaylarni, bu hozir bizani butun O'zbekiston, O'rta Osiyo bo'yicha muammo bo'lib turgan narsa bu qulupnay chirishi. Bizada ham bo'lyapti. Mana shunday 3 baqir har bir terimda mana shunday poliyamizdan 10 sotix maydonimizdan chirigan chiqyapti. Bu yerda 3 tovoqdan mana shunday yirik qulupnayimizga mana shunday chirishlar ham bo'lyapti. 3 tovoq где-то bir 5 kilo qizil chirigan, 15 kilo xom aralash chirigan. Mana shunday chirigan xom aralash qulupnaylar chiqyapti shu poliyamizdan. 200 kilo, 250 kilodan mana shunday 20-25 kilo chirigan chiqyapti qulupnaylar. Suv tegib qolgan, serignil shunaqa tushgan, yoki boshqalar suvga tegib qolgan, yomg'ir yoqqanda, yomg'irda bo'lgan bir qulupnay agar darrov terib tashlanmasa 4 ta qulupnayni chiritadi bir o'zi. Shuning uchun iloji boricha qulupnaylarni har terimda mana shunday chiriganlarni tozalab turilsa, kelgan sog'lom mevalarga chirishlar kamroq bo'ladi. Chirish bo'ladi-yu, lekin nisbatan terib tashlanib, agatni ichidan tashlanmasdan mana shunday chiqarib tashlansa, kasallikni anchagina yenggan bo'lamiz. Like bosib, podpiska bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.